qilaman. Siz aynan men videoyimda ham gapirganman, xuddi shu lafzda gapirganman. Marhuma o'zini osibdi, bunga janoza o'qilmaydi. Bu o'zi yaxshi qiz emas edi, o'shaning uchun bir hali nima deydi, bir kasofat bo'ldi bu narsa, Allohdan keldi degan kommentariyalar yoki bildirishlar, shunaqangi masalan o'zini o'zi o'ldirganni bizni O'zbekistonda yoki musulmon jamiyatida noto'g'ri anaqa bo'ladi-ku, aslida ham o'zi shunaqa. Men aytgan narsa marhuma o'zini o'zi o'ldiradimi? O'zini bir kasalligi bilan o'ladimi? Uni biz muhokama qilmaylik. Hali u jannati, u do'zaxi deb muhokama qilmaylik degan ma'noda menda o'sha u video montajdagi videoda to'liqlari ham bor. O'sha yerda ham o'zi videoni ko'rgan odam ham tushunadi, chunki yonimda 50 ta odam ham turadi. Hammasi guvohlik berish mumkin. Men aytdimki, marhumani o'zini osganligini yoki o'z joni o'zini bir kasalligi bilan o'lganligini, bizda shunaqa narsa bor, o'zini osdi desa, tezda negativ. O'sha negativ bilan qabul qilib muhokama qilmaylik degan ma'noda aytganman. Har bitta so'zim zapsda turibman, o'chirmaganman. Yo'q, ko'rdik uni o'chirganingiz yo'q, u narsalar turibdi. Prosta bizga qiziq bo'lgan narsa tan jarohatlarini ko'rib turib, xonadagi qotillik alomatlarini. Siz noto'g'ri gapiryapsiz-da. Siz noto'g'ri gapiryapsiz. Tan jarohatlarini ko'rib turib deyapsiz. Siz meni oldimda turibsizmi o'sha kuni tan jarohatini ko'rganimni qatdan bilyapsiz? Qarang, men sizga shu savolingizga javob beraman. Eng qizig'i, men ham yerda bo'lganman. Men qanaqa ko'rdim, nima deb o'ylaysiz? Men Amerikadaman, siz hattoki Koreyadasiz. O'sha savolingizni bersangiz, men javobini beraman aka. Qarang, nima deb o'ylaysiz? Siz Koreyadasiz, o'likni oldasiz, to'g'rimi? O'sha atrofda yuribsiz, to'g'ri? Endi siz yuvintirgani kirmaysiz ayol kishini-da. Men lekin Amerikadaman, Koreyada emasman. Lekin men ularni ko'rdim, haqiqatan ko'rdim va ijtimoiy tarmoqlarga ham e'lon qildim. Siz Koreyada bo'lib turib qanaqasiga ko'rmasligingiz mumkin? Va bu mavzuni siz olib chiqyapsiz. Sizga savolingizga lo'nda qilib javob beraman. Hop. Men marhumani yuzini ham ko'rmaganman. Nimaga desiz? Chunki marhumani yuzini onasi mendan iltimos qiluvdi. Yuzini ko'rsatinglar borib, bolamni yuzini ko'ray dedi. Siz qisqa javob olmang-da va to'liq javob oling. Siz qisqa javob olmang, to'liq javob. Yo, o'zingiz do'st lo'nda javob beraman deganingiz. Ha, qarang. Men vaqtim bo'lmadi borib yuzini ko'rsatishga, haligi onasiga. Chunki o'sha paytda 3-4 ta shaharda vafot etgan musulmonlar bor edi. Meni vaqtim bo'lmagani uchun onasi mana shu advokat emas ekan, bir tarjimonmi nimadir dedi-ku. O'sha Sitoraga davirnis bergan. Menga aytmagan uni. Sitoraga davirnis bergan. Davirnisni nima uchun bergan? Marhumani borib yuzini ko'rsating menga deb bergan. Uni Sitorada borib yuzini ko'rsatgan. Marhumani onasiga yuzini ko'rsatgan. Hali marhumanimda yuzi turgan rasm Sitorada borib onasiga ko'rsatgan paytda menimcha onasi skrinshot qo'ygan uni. Ha, xira kadrlar aytasiz. Ha, xira kadr. Eng qizig'i haligi marhumanimda yorilgan joylari turibdi-ku. Ha, u kadrlarda ham men o'sha onasi tashlab bergan blogerlari internet